Yo'q. Mashinamiz ham yo'q oldik, xudo xolasa. Mashinamiz prichinasi akkumulyator hamda gaz qo'yilgandan keyin 4-paketli gaz qo'yilgandan keyin relay qo'yiladi. Benzin asosiga atuvchat qilish uchun, ya'ni ham gaz ham benzin rasxod qilmasligi uchun yoqilg'ini bitta turga ajratib beradigan relay qo'yib beriladi. Mana shundan kelib chiqdi, xudo xolasa bilan almashtirdik, yo'qdik mashinamiz, bartaraf qildik. Agarda sizga ham 4-paketli mashinangiz benzin asosi birinchi ishlamasa, mashinangiz yonmaslik qilsa, akkumulyatorlaringiz yaxshi bo'lsa, mana shunaqa 1.8 Lacetti'larga, avtomat mexanikalarga mana shunaqa rang, kul rang bo'ladi. Nexia uch, Gentra, Cobalt ham shunaqa rang bo'ladi. Benzin asosimi agar o'chirsa shunaqa relay bo'lsa, mana ikkita simni yechib olasiz va primoy qilasiz bir-biriga. Misol uchun 87 bilan 30 ni relayni atsent qilib, mana shu bitta primoy qilsangiz, xudo xolasa benzin asosi ishlab, mashinangiz yonaveradi. Yana batafsil ma'lumotlar kelsa, nima qildirman shu telefon qilasizlar. Telefon bo'lsa, eslatib ketaman Buxoroni. Lo'llarni oldiga kelganmiz, akam sag'ina anaqa o'ksinib gapirdilar, akam necha pul bo'lsa ham pulni beraman deganda, hech kim kelmadi. Men borishga yo'llaman deganda qildi, ustalar dedilar. O'shanaqa ustalarga bitta gapim bor. Aka, birovning haqqini yeb yurganini uyalsin. Men uyalmayman, mana kelib xizmatdan qilib beramiz, pulimiz, rizqimiz terib beramiz misol uchun-da. To'g'ri, viza pulimiz 200 ming so'm, 150 ming beraman dedi. Sharoitga qarab kelamiz misol uchun. Xizmat qilib beramiz. Juda ham xursand, yaqinda Hojibimiz, Hoji bobomiz kelgan, mana shuni suvdan chiqartirib berdi, xursandchiligidan. Aka, mana shunaqa qilganlarga yetganlar bu, yetmaganlar bu. Bunaqa odam mensimaslik qilmanglar, bilar bor-ku, onasisin. Men bormayman, uyalaman. Agar zo'r bo'lganingda, aqling yeganda kelarding, usta bo'lganingdan kelarding. Bunaqa qilmanglar, akalar, ukalar. Balki bizda ham qanaqadir kamchilik bo'lgan bo'lsa, albatta oldindan uzr so'raymiz. Endi ish jarayonidan qanaqa bo'lib qoladi? Bekor o'tirib yuring desam, agar bitta ustaga desam, men namirim, sharim yo'qnam debdi. Birovning haqqini yeganlar uyalsin. Qo'pol bo'lsa ham bor-ku, pul uchun, nafsi uchun, misol uchun islom diniga, odam zotining nasliga to'g'ri kelmaydigan ishlarni qilib yurganlar uyalsin. Jigar, boy. Birovning xizmatini qilib, rizqingiz terib yuravering, unaqa uyalaman deb birovning ko'nglini o'rtmanglar. E'tiborli majmualar bo'lsin, ehtiyot bo'lasizlar. Doim xizmatda, xalq tanlovi naysizlar. Albatta sizlarning xizmatlaringizda beminnat biza kelaverasizlar. Lo'llar mahallasida biz.